Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Saxovat MFga biriktirilgan shoir Normat Risqulovichni xonadonlariga tashrif buyurdik. Mana bugungi kunda loyiha paket doirasida xonadon daromadini 20 milliondan 70 milliongacha ko'tarishga maqsad qilgan fuqaromizni xonadoniga kelyapmiz. Hozirda fuqaromizni dastlab katta qoramollari dalada bo'lganligi sababli hozir uydagi sharoitda mana qo'ylarni shu loyiha paket jarayoniga tushirib bormoqdamiz. Mana marhamat. Kichkina olaman, 3-4 oy almashtirganman, to'lqin akadan oldim. Keyin o'g'limga kichkinaroq olsin deb olganman. Mana xonadonlari. Hurmatli mijoz, hozir shu daromadingizdan ancha ko'payib, sal daromad qildingizmi shu olgan kreditingizdan? Ha, Xudoga shukr aka. Daromad qilyapmiz. Yomon emas. Ha, yaxshi. Nimalar qildingiz daromadingizdan, mana Xudo xolasa? Nima oldingiz masalan? Hali o'zini-o'zi yana ko'paytiryapman. Ha, yaxshi. Mana daromadlardan mana bu yoqda yangi mashina ham olgan shekilli-da, mana mashinalar ham turibdi. Ha, mana daromadlardan shuncha mashina olib, mana mijozimiz bugungi kunda o'zini loyiha paket shu daromadlaridan 20 million 70 milliongacha ko'taryapti mana.